Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, hurmatli Prezident administratsiyasi Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva, Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Qo'sharboyevich. Murojaatim shundan iborat. Men Andijon viloyati Andijon shahar suv ta'minoti bo'limida oddiy nazoratchisi, mijozlar bo'limi nazoratchisi lavozimida ishladim 7 oy 8 oy. Meni faoliyatim davomida 3 oy 4 oy taxminan 3 oy 4 oy qonuniy kipayda ishladim. Keyingi oylarimda menga nisbatan turli bosimlar va tuhmatlar va ish jarayonimda noqonuniy to'siqlar bo'lganligi sababli va meni hududimda g'ayriqonuniy 3 shaxs aralashuv bilan meni hududimdagi qarzdorliklarni bo'lak hudud nazoratchilari va idora xodimlari tomonidan noqonuniy yo'l bilan minus akt qilib qarzdorlikni ispareni qilayotganligi sababli men anaqaga kipayga chiqolmay qoldim. Mana shu plus akt qilganligim uchun 2026 yil 23 aprel kuni mana shu Taxtako'prik hududi 8-mart ko'chasida joylashgan 33-xonadonga kirib plus akt qilganligim sababli Andijon shahar rahbari Abdumalik Abdusalomov tomonidan menga nisbatan noqonuniy provokatsiya uyushtirilib, meni qonunga to'g'ri kelmaydigan holatda mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi o'zini g'ayriqonuniy talabini qo'yganligi sababli meni hozirgi kunda mana shu vodokanal apparati o'chirilgan. Shu sababli hozirgi kunda o'z ishimdan noqonuniy yo'l bilan ozod qilinib, hozirgi kunda bekarchiman. Mana shu orqa-varatdan kelayotgan gap so'zlardan kelib chiqib, men bu video murojaatni yo'llamoqchiman. Mana shu Abdumalik Abdusalomov menga nisbatan 127-moddami, 27-moddami, xullas shunaqa moddani qo'yib, meni mana shu xizmat vazifamni bekor qilish to'g'risidagi shartnomani bekor qilish to'g'risidagi fitnani uyushtiryapti. Men bu 8-mart 33-xonadonda xatlov qilganimda 2025-yil sentyabr oyida uchochik qo'yilgan. Uchochik o'z joyida bo'lmagan, tarmoqqa qo'yilmagan, plomba bosilmaganligi, uchochik hatto upakovkasi buzilmagan holatda xatlov qilingan. To'lov tarixiga kirganimda 2021-yil 6-mart kuni 300 ming so'm to'lov qilingan va 90.450 so'm haqqa o'tkazib qo'ygan. Mana shu holatda ushbu 500-499 litsovoyda senat qilib qo'ygan. Senat degani bu ba'zi bir oddiy xalq tushunmashi mumkin. Bu senat degani tirik odamda o'lik, yo'qsam mavjud bo'lgan xonadonda yo'q degan holat tushuncha kelib chiqadi. Senatga olib qo'ygan. Bu senatga olgan operator Andijon shahar vodokanal bo'limi, mijozlar bo'limi operatori Lilipar bo'ladi. Bu Liliparda orqasida Andijon viloyati vodokanal glavniy buxgalteri Muhabbat degan o'zini radnoy opasi bor ekan. Mana shu radnoy opasining vakolatini suiiste'mol qilib, radnoy opasining orqa-varatdan eshitishimiz bo'yicha juda ham ko'p joyda tanishlari borligi va qo'li uzunligi uchun hamma nazoratchiga va hamma xodimlarga o'zining g'ayriqonuniy bosimlarini o'tkazib keladi ekan. Bunday g'ayriqonuniy bosim o'tkazayotganligi uchun men o'z xizmat vazifamni qonuniy bajarishga men haqligim uchun mana shu plus aktni qilganman. Plus aktni qilganimdan keyin men ijrosini ham qilishim kerak.
qisman bo'lsa ham qarzdorlikni bartaraf qilishim kerak yoki bo'ysunmagan holat kuzatiladigan bo'lsa tarmoqdan uzishim kerak. Tarmoqdan uzganimdan keyin mana shu Abdumalik Abdusalomov 8.918.000 so'm bor qarzdorligi bor xonadonni yana o'z boshimchalik bilan qonunga to'g'ri kelmagan holatda ushbu xonadonning tarmoqqa qayta ulanishi to'g'risidagi topshirig'ini bergan. Orqasidan 102 qilishini ham bergan. Mana shu vodokanal nazoratchi xodimi, ya'ni men ana shu xonadonga qayta xatlov qilishga yoki mana shu qarzdorlik bo'yicha qayta borsam 102 qilishimni targ'ibot qilgan. Nimaga men endi uchetchi bo'yicha, xatlov bo'yicha, pakazaniya bo'yicha, qarzdorlik bo'yicha ana shu xonadonga borsam, meni 102 qilib, provokatsiya qilib turib, menga nisbatan noqonuniy ayblovlar qo'yib, meni maqsad yo'qotishmi? Nima ana shu senat qilingan xonadondan siz noqonuniy manfaatdormisiz? Abdumalik Abdusalomov, sizga meni savolim. Men savol bersam, mumkin emas ekan, sizni savolingizga javob qaytarishim mumkin emas ekan. Savol beruvdingiz, savolingizga javob qaytaruvdim. Meni mehnat shartnomamni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildingiz. Qaror qabul qilishdan oldin bir qo'l ostingizda faoliyat olib borayotgan xodimlaringizni fikrini, xodimlaringiz nima uchun ayb qilganligini bir so'raysizmi? Rahbar degani so'raydimi yo so'ramaydimi? Shuning uchun men sizlardan iltimos qilaman. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Saida Mirziyoyeva, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi iqtisodiy jinoyatga qarshi kurash bo'lim boshliqlari, O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Andijon shahar, Andijon viloyat hokimi va prokurorlari, davlat xavfsizligi rahbarlari, iqtisodiy jinoyatga qarshi kurash departament bo'lim tezkor xodimlar. Sizlardan iltimos qilaman, mana shu Andijon viloyati, Andijon shahar ikkala viloyat shahar bo'yicha audit tekshiruv o'tkazib berishingizni so'rayman. Plus akt, minus aktlar bo'yicha audit tekshiruv qilib beringlar. Buxgalteriyadan tortib operatorlargacha, aholi operatorlar, yuridik operatorlarigacha nazoratga olib, mana shu Abdumalik Abdusalomovga nisbatan xizmat tekshiruv qilib, mana shu qolaversa sobiq o'rinbosar Azizbekka nisbatan ham yana ishga kelibdi, gap so'z yo'q. Meni hech qanaqa qarshiligim yo'q. Mana shu Azizbek degan o'rinbosar ham meni hududimda Anisiy ko'cha 79-xonadonda qayta hisoblash Vazirlar Mahkamasining 194-qaroriga asosan qayta hisob kitob qilishga da'vatnoma tuzayotganimda ushbu mansabdor Azizbek degan mansabdor ushbu xonadonni komanda berib qanaqadir naryad bilan zamin uchotchik qilgan. Zamin uchotchik qilishda o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. U qonun qoidani biz qilishimiz kerak va u o'zimizga biriktirilgan hududlarda, xonadonlarda o'zimiz xatlov qilib, o'zimiz qarzdorligini shakllantirib, plus minus qonuniysini biz qilishimiz kerak. Ana shu holatda keyin qonuniy bo'ladi. Bular mansab vakolatini suiiste'mol qilsa, qachon bizga o'xshagan nazoratchilar o'zini qonuniy oyligini oladi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman, videomizni ko'p vaqtda olmaslik uchun Andijon viloyati suv oqilasiga, Andijon viloyati Andijon shahar suv oqilasiga xizmat tekshiruvi o'tkazib berishingizni so'rayman. Abdumalik Abdusalomovga nisbatan qattiq xizmat tekshiruvi qilib berishingizni so'rayman. Qonuniy xizmat tekshiruvi qilib berishingizni so'rayman. Plus akt qilganligim uchun mana shu 8-mart 33-xonadonni 8.918.000 so'm qarzga, qonuniy qarzga shakllantirib qo'yganligim uchun mana shu Abdumalik Abdusalomovga nisbatan qandaydir yo malol keldi yoki qandaydir qanaqadir aybini ochilib ketishidan bu rahbar qo'rqib ketdi. Agar sizni noqonuniy manfaatdorligingiz bo'lmasa, tek qo'yib berishingiz kerak edi. Noqonuniy manfaatdorligingiz borligi uchun
Siz mana shu 8-mart 33-xonadon 500-499-litsevoy xonadon sizga nisbatan qandaydir bir ko'proq jinoiy bo'lsa kerak, jinoiy ishingizni ochishga anaqa sabab bo'ladigan holat bo'lsa kerakda, siz ana shuning uchun mana shu xonadonni qarzdorligini undirishimga siz to'sqinlik qildingiz, qasddan to'sqinlik qildingiz. Uchqun ko'chasida yana bitta holatingiz bor. Abdumalik Abdusalomov. 8-mart 7-xonadonda ham yana bitta holatingiz bor. 500-082 anaqa mana shu qarzdorlikka siz to'sqinlik qilgansiz. Anaqa qilmang. Akmal degan mijozlar bo'lim boshlig'i bor. 500-105 4.100.000 so'm qarzdorlikni 20.000 so'm to'lov qilib turib, 4.80.000 so'm qarzdorlikni isperayni qilib o'rgansiz. Necha pul pora olgansiz, Alloh biladi. Operatorlaringiz bilan hammasi oydinlik kiritib bo'lganman. Dokazati bor bunga. Knopkani kim bosgan bo'lsa, o'sha javob beradi. -akitga knopkani kim bosgan bo'lsa, o'sha javob beradi. Bo'lay hududda nazoratchilari ham kelib, mana shu Taxtako'prik hududida qarzdorliklarda -akit qilgan vallomatlar bor. Palonchi akani topshirig'i bilan qildim degan vallomatlar bor. Sizlar unaqa qilib -akit qilib bizni qonuniy go'shimizni yeb ketaversanglar, nima men 1.530.000 so'mga nima olib yeyman bir oyda? Yo'l kirami qilamanmi, obedimi qilamanmi, ro'zg'orimi qilamanmi, bolalarim bog'chasiga pul to'laymanmi? Nima qilaman men? Yo'qolmasa o'g'illikka yo'l qo'yib beringlar. Planni bajara olmasa birpasda kepa apparatimizga osilyapsizlar, apparatini o'chiramiz deyapsizlar. Bizga ham pul qarzini to'lamagan xonadonga biz ham avarinni chaqirib, avarinni bilan qo'rqitamiz-da. Keyin pul beryapti-da, bo'lmasa bermayapti. Bo'lmasa bizga tushum qilish anaqasini rejasini olib qo'yinglar bo'lmasa. Oyda boshidan oyda 25-kunigacha, chislasigacha faqat tushumga osilasizlar. 25dan oyda oxirigacha anaqa qilasizlar. Nima deydi? Xatlov deysizlar. Xatlovni qilib kelganimizdan keyin ertaga oy yopiladi degan kuni nimada idorada o'tirib, masofadan turib, pakazayni otasan deysizlar. Bir marta pakazayni otib qo'yib, 2-3 ta xonadonga anaqa bo'ldim. Pulini cho'ntagimdan to'lashga to'g'ri keldi. 10 kun banishniga chiqqanimni Abdumalik Abdusalomov hech qanaqa inobatga olmayapti. Mehnat kodeksiga to'g'ri kelmaydi ekan. Qanday to'g'ri kelmaydi? Men qonuniy banishniga chiqqanman. Meni foizimga osilasiz. 40% dan qilib qo'ydim, mana shu 10 kun banishniga chiqqan holatimda ham. Siz bilan rosa ko'rishgan bo'lsam, yig'ilish tadbirida bir 3 marta yo 4 marta ko'rishdim. Siz bilan meni hech qanaqa shaxsiy adovatim bo'lmagan. Nima menga siz shaxsiy adovat qilyapsiz? Meni 127mi, 27-modda bilanmi ishdan olaman deyapsiz. Tashlang mana meni hududimga aniq xizmat tekshiruvi tashlang, yuridik bo'limingizni tashlang. Keyin orqasidan nechta nazoratchi bo'lsa, hammani anaqasiga tashlang, hududiga. Aniq tekshiruvchini tashlang. Ko'ramiz. Qaysi hududdan nechtadan aniqa -akitlar chiqadi. Har bitta aniqa operator, shahar viloyat operatorlarini nazoratga oling. Nechtasi necha martalar -akit qilayotganini ko'rasiz. Eshityapmiz, ko'ryapmiz. Viloyat rahbarlari, o'rinbosarlari nazoratchilarni uyma borib, kamomat bo'yicha ishtiroklarda olib ketib, kamomatni bartaraf qilmaganlarini eshityapmiz. Samasud qilyapti. Muhabbat degan viloyat anaqa buxgalteri Abkirvoli samasud qilyapti. Ayol nazoratchilarni Abkirvoli qanaqadir samasud qilib, bankka borib, kamomatni yopish to'g'risida. Gapirsa gap ko'p. -akitni operator knopkani bossa keyin -akiti bo'ladi. Aslida ham o'pichga, bekarga qilmaysiz. 50% foiz olib turib keyin qilyapsiz.